hamma narsaga ulgurib bo'lmaydi. Har doim qaror qabul qilayotganda opportunity costga e'tibor berish kerak. Bir kuni bitta shaxsiy brend qiladigan tanishim aytibdilar. Mana shu loyiham bor, mana shunaqa sohada, davaychi zapus qilaylik deyaptilar. Oxiri okey dedim, qarang dedim, dekompozitsiya qilib chiqdik. U nima degani, aniq raqamlarga qo'yib chiqdik. Hozir nima resurslari bor, nimalari bor bilib oldik. Primerni o'rtacha olib qaraganda $20,000 zapus qilish mumkin ekan. Okey dedim, qarang. Hozir $20,000 zapus qilsangiz, sizda hozir kamida bu loyiha uchun $6-7 ming rasxod bo'ladi. Demak, qancha qoladi? 14 ming qoladi desa, ekspert bilan 50 yil ishlaganda ham sizda hozir $7,000 pul qoladi. Birga qilaylik, siz bu zapusga hozir ikkalamizdan 50 yil yana pul bo'lsa, sizga 3,5 ming, 4 ming pul qolishi mumkin ekan. Aytdim, bundan ko'ra siz hozir o'zingizni o'sha ancha bir kurs qilmayapsiz. O'zingizni kursingizni qiling nomma, shaxsiy brend bo'yicha. Bu produktni qiladigan bo'lsangiz, hozir primerni 1,5 mingdan sotadigan bo'lsangiz ham 25 ta, 30 ta bemalol o'quvchi yig'ishingiz mumkin, chunki sizda 2 mingta, 3 mingta kamida so'z ahvot bor domla. Bu yerda nima aytmoqchiman? Har doim proyektlar bizning ko'zimizga zo'rda, foydalida ko'rinaveradi, lekin aniq raqamlar bilan o'lchaydigan bo'lsak, bittasi masalan 3-4 ming olib kelishi mumkin, bittasi umuman boy ko'rganinglardek 40 ming, 50 ming olib kelishi mumkin. Farq ko'rasizlar, bir qarashda ikkalasi ham foydali, lekin bittasidan primerni 3 ming, 4 ming o'sha 2 oylik yoki 3 oylik zapus ishlay olishi mumkin. Ikkinchisidan primerni 25 ta o'quvchi masalan 1,5 mingdan bo'lsa 40 mingdan undan da ko'proq pul ishlash mumkin. Orasidan eng katta foyda beradigan tanlab, shunga fokus qilgan menimcha yaxshiroq.